bu yerda men cho'qim sizga bir rahmat aytaman. Siz nimaga Amerika ovozi tunji muxbir bo'lib ishildim deb dedingiz hamda chiq. Shu 6 yilga yaqin ishlash jarayonida qadrli ko'rganlar biz masalan u vaqtda siz taxallus ishlatdingiz. Asim Kashgariyan deb ism bilan yozatdingiz hamda. Biz istiqlolda nurg'un xabarlarimizni biz tarjima qilib kundalik xabarlarimizga berdik hamda. U vaqtda hamda bugünkidek bemalol chiqish imkoniyati bo'lmaganligi uchun ham boshqa bir ism taxallus ishlatdingiz va sizga shu vaqtda men taklif qilgandim. Hozircha turib turay deb degandingiz. Keyin Amerika fuqarosi bo'lgandan keyin andikin bir hujjatli film bilan inglizcha chiqargan Amerika ovozining butun dunyoga boshqa bir butun hayotingizni anlatgan bir nima chiqdi hamda Xitoyning jinoyatlarini anlatgan. Shu yerda ko'rganlarimizdan oldin bir rahmat aytmoqchiman sizga. Siz yandan pardan arkasida nurg'un xizmat qilgan biri hamda. Şu filmde Qasımjon Mushada şu yerda bir so'zingiz bor. U filmda Urumchi qatliamı bo'lgan mezgilni tushuntiribsiz bu yerda. Saqchininki sizning saq qolib qolganligingizga chunki bir Xitoyning bir yordam qilish besaknisi bor ekan hamda. Sizdan telefon talab qilamdi. Bu yerda saqchilar sizning shu kuni tutilmay qolganligingizga qattiq ishonmay qilib hamda o'zi sizning saq tutilmay turmaga akitilmaganligingizga ishonmay qilib bu yerda degan gapi aslida sen bugun yo'qotilishing kerak edi degan bir so'zni anglaganligingizni shu hujjatli filmda dedingiz hamda. Yani bu plan, bugungi plan aslida sen bugun yo'qotilishing kerakdi. Plan bu degan so'zni Xitoy saqchisidan anglaganligingizni dedingiz hamda. Shu mushning oldikani, mush voqelikning oldikani bir Uyg'ur ko'rilmalarimiz anglagan bo'lsa. Bo'ldi. Hujjatli filmda Amerika chiqqan. To'rbet biraz tor acizmi Qasımjon? Ovozingiz pat-pat uzilib qolyapti. Hozir yaxshi bo'ldi deyman. Normal telefonning to'ridan kiryapmisiz, uyiningimi? Sabit. Telefonning to'rida. İkisining qaysi kuchli bo'lsa, chunki pat-pat gapingiz kesilib qolyapti shu deyman. Qarasam uyning to'ri bayatın sal kuchli emasdir ekan, shu telefonning to'rida kirgan. Bo'ldi, inshaalloh kesilib qolmas endi. Ben tercih bakay. Sualınızı cevap versem 2023 yılı 6. ayda tartılgan o hüccetli film bayatın degan Asım Qashqariyan, yani Asım Qashqariyan taxallus bilan ishladimda 2018 oxiri, yani 2019-15dan taki 2023 yılı başlar. Bunda işlemek mi asan emas. Yani ruhiy psixik jihatdan ig'ir besim bo'ldi. Yani o'zingizning kimligingizni oshkorlayolmay yurishmi ba'zida ig'ir keldi. Hamda men alayida alayida xodim bo'lmagan ekan bir yaniki. Oxirgi vaqtda 2023 yil bu hujjatli filmda birisi azroq bo'lsa-mu vatandagi Uyg'urlarning beshi kelgan kulfatni dunyoga bildirish, yani birisi mening zodi kimligimni Xitoyga ham bildirish. Ochiq oshkorlash. Men shu mush xabarlarni ishlayotgan deganni deb qo'yishdi. Shunaqa hamda sizning savol, yani 5 iyun namoyishi keyingi bostirilish jarayoniga men shohid bo'lgan. Urumchida yashagan nurg'un kishilar shohid bo'lgan bo'ldi. Ham shohidlarningki ko'rgan bilganlari o'xshamaydi. Beshidan o'tkazgan sarguzashtisimi har xil o'xshamaydigan bo'ldi. Shunga har odam o'zining bilganini so'zlaydi. Endi meningki men paketlik so'zlashim kerak. Mening o 5 iyun namoyishi va bostirilishidan keyin 7 ayning 9-kuni, yani 9-iyul tutilganim haqiqat 7dak Xitoy saqchi qurolliq kelib tushlik tamoqdan keyin men tutib ketgan bo'ldi. Keyin so'roq qilgan bo'ldi 7-8 soat. Bu jarayonda bular bir kutilmagan bir ishga shohid bo'lib qoldi Xitoylar. Nima deganda
men o 5 iyul vakasida, çünkü 5 iyulda bir kısım Uygurlar bazı Xitaylarni qanot ostiga ilib qutqizib olgan ahvol bor. Balki televizorlarda axborotlar bularni qattiq tashviq qilib, bularni nima milliy nima Millatlar Ittifoqligining namunasi Millatlar qilib ko'rsatgan. Ittifoqining namunali shaxslari u deb. Endi bu yerda mening qilgan bir ishim nima deganda, shu maktabninki birinchi qavati, ya'ni bu kitobxona binosiniki birinchi qavatiga tushib, biz kechki tomoq yeymiz deb chiqayotganda bir ikki kichik bola, 5-6 yoshli Xitoy bola, bir qiz bir o'g'il bilan bir Xitoy ana keladi bu yerga. Kelib bir top tug'anlarga telefoninglar bormi, men bir telefon ishlatib olgan bo'lsam deb, intayin ansiz oldi. Shuning bilan nima ish olgan desam, biz chiqqan avtobus shunda chambi kesak qo'linib hozir men qechib kelgandi degan gapni qildi. Xabarimiz var bu yerda bo'layotgan ishdan. Men telefonimni berib turdim. Berib turib, men zalning ichiga kirib paranlasam bo'ldi dedim. Zalning ichiga kirgandan keyin bu o'zining bir tuqqaniga telefon qildi o'g'ay. Bu asli sayohat ekanda, ichkirdan kelgan shu vaqtda sayohatga bolalarni. Telefonni ishlatib oldi, ishlatib olgandan keyin o tuqqanim kelmaydi ekan, men qanday qilaman, sirib qilsam buni. Ham shatibdi, men maktab bor. Bizim maktab mı deb uni shu maktabga qo'yib qo'ydi. Bu vaqtda ba'zi norozi bo'lganlar bo'ldi. Bu bir haftaning oldida anda bo'lgan, bu namoyish bunday bo'lsa, bu Xitoyni qo'g'dab qolsan degan ba'zi ko'z qarashlar menga keldi-da. Men aniq dedim, biz insoniyatga qarshi emas. Biz jinoyatga qarshi. Endi bu bir inson, bir ana, ikki farzandi bor. Bu hozir chiqib ketsa, yosh bolalar bor, qiynab qizib turayotgan. Ikki tal tash bilan qilib o'tish mumkin. Undaq bo'lsa bo'lmaydi, uni yo'l qo'yib olmaydi. U haq qilgan jinoyatni biz qilmaymiz. Dedim, lekin uni atdeganda tuqqani kelib aketdi. Biz nurg'un ishlarga shohid bo'ldik shu yerda. Hech qanday tashviqotga chiqmadim, so'zlamadim. Yepilib qoldi. Keyin bu Xitoylar meni tutgan vaqtda asli meni maqsadli tutgan, maktab men taraqqiy qildirayotgan nurg'un ta'sir kuchim bor bir holatda. Lekin bu so'roq qilish jarayonida meni anda qildim, yetakdim bu bo'ldi. Gaplar jarayon. Bu gap chiqqandan keyin bular Xitoyga telefon qildi. Chunki telefoni men ismini deb birma aloqa nomerlarini deb aytdim. Bular Xitoyga telefon qildi. Rost degandek u Xitoy u to'g'ri shunday menga telefonni berib turgan, meni shu kechda qashada qolgan men ikki bolam bilan atsi meni tuqqanim kelib akatgan degan gap. Bu Xitoylar nima qilsa unda buni sen tashviq qilmading deb meni taxi meni yana qistaydi. Nima qilsam buni yoshirib qoldim. Men uni boshqa tashviqot uchun qilgan emas. Men bir inson sifatida zo'ravonlikqa qarshi Uyg'urlar. Men shaxsan shunda. Shuning uchun men unda gunohsiz odamlarga unda nima kelishni qalmayman. Zo'ravonlik bo'lishni. Chunki biz ko'rdik intayin qiynimiz qizg'an, lekin qiynimiz qizidi deb xatoshni hisoblamaydi. Shuningdek bular bu yerda o'zgarishni ko'rdi. Keyingi Xitoyning shu yerdagi bir qancha bo'limni boshqalarga bo'ldi. Yerim kechida Xudonga 3 saqchini qo'yib tanmanganda shu 3 saqchining birisi mana deydi. Aslida yo'qotib turgan tomgan napirga yapamayacak. Seni uyanga qaytarib ketyapmiz degan gapni shuncha. Shunga u hujjatli filmda shu gap.